Assalomu alaykum hurmatli tartibchilar. Mana bugun bitta Fazl aka uylariga ishrom o'rnatib berdik. Fazl aka nima deysiz? Bizning ishlarimiz tarzga o'tirdimi? Kamchilik nimalar bo'lsa agar aytish payt ana primoy nimaga ketdi? Rahmat ana ishlarni işte saqlab berdi, o'zimiz aytgandan ham yaxshiroq qilib saqlab berdi. Rahmat to'lab rast bermasin. Rahmat aka. Tartibchilarga nima deysiz bularga? Ta'sir Ularga ham keyin ana yaxshi ustalarni aytganimizdan ziyoda qilib saqlab berdilar, to'lab rast bermasin. Rahmat, bular rozi.